Assalomu alaykum. 8-fevral 2026-yil Toshkent viloyatidamiz. Demak, ko'chat ekish mavsumini rasman ochiq deb e'lon qilamiz. Nima sababdanligini o'zingizlar kuzatib borgan bo'lsangiz, videoda bilasizlar. Toshkent viloyati juda ham kontinental iqlimga ega bo'lganligi sababli, ya'ni qanaqa holatga kelib chiqish haqida aytamiz. Birdaniga sovib ketadi, birdaniga isib ketadi, yer muzlashi qattiq bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha qishki sovuqlarni asosiy sovuqlar o'tib bo'lgandan keyin, ya'ni kunlar uzayganda ko'chat ekish boshlashimiz mumkin bo'ladi bemalol, ya'ni shu 5-fevraldan keyingi to'g'ri keladi endi hozirgi tushuntirish qiladigan qisqacha sizlarga ilmimiz shundan iborat bo'ladiki, ko'chat olishgacha bo'lgandagi vaqtda ko'chatchilarga, ko'chat sotuvchilarga nima savollar berish keragi haqida aytamiz. Agar siz yangi bog' tashkil qilayotgan bo'lsangiz, ko'chat sotuvchisiga, ko'chat yetishtiruvchisiga shu narsani savol qilib beringki, birinchi o'rinda podvoyi nimaligini so'rashingiz kerak. Ikkinchi o'rinda ya'ni navva qayerdan olganligini, o'zini maxsus matchniy bog'i bormi yoki qaysi bog'dan olganligini borib so'rashingiz kerak. Agar deylik Parkent tumanidan olganman yoki Qibray tumanidan mana shu bog'dan olganman desa, u siz qiziqtirgan sortda bor deb ko'chat tavsiya qilgandan keyin aynan o'sha ikkita joydagi bog'larni borib ko'rib, iloji boricha egasidan so'raganingiz yaxshi. Haqiqatan shu ko'chatni sizdan shu ya'ni kurtaylari, ya'ni shu navni olib ketdimi shoxlarini deb so'raysiz va undan keyingi etapga o'tasiz. Ya'ni endi keyingi jarayonni tushuntiramiz. Demak, ko'chatni mana qalinligi, bu olma navi hozir Pink Lady. Ko'chat qalinligi taxminan 2 metrcha. Mana buni ham qalinligini ko'ramiz. Bashmoldog'dan nisbatan qalinroq. Va mana qalin baqvat ko'chat. Mana endi asosiy jihati ulangan joyiga e'tibor beramiz. Mana taxminan 5 sm dan uzunroq mana. Ulanganda har doim bir xil ko'chatchilarimiz juda taqa bulab qo'yishadi, ya'ni ulangan joyini mana qismini, podvoy qismini ochiq joyi qolmaydi. Bu nima beradi? Bu yopilib ketishiga sabab bo'ladi va daraxtni o'sish fiziologiyasini buzib yuborishiga sabab bo'ladi. Demak, ikkinchi talablar bildik, ya'ni nav aniq bo'ldi, podvoy aniq bo'ldi. Ulangan joyi mana 5 sm dan yuqoriga qo'yilgan mana asosiy nav, ya'ni o'sha biz o'zimizga kerak bo'lgan nav. Demak, hammasi idealli. Mana ildizlarning holati, may tomirchalari ko'p. Bu MM106 payvanddagiga ulangan Pink Lady Rose Glow navi mana. Endi yon shoxlari haqida gaplashamiz. Demak, mana yon shoxlari biz uchun kerak bo'lgan shoxlar 1, 2, 3, 4, 5. Undan ko'proq mana. To'liq javob beradi. Endi buni nima qilamiz? Ildizlarini e'tibor berdik. Yon shoxlari yetarli. Ko'chat qalinligi bor. 2 metr ekan taxminan. 2 metrdan oshiqroq, 2 metr ekan. Mana kichkina shoxchalari ham bor. Endi buni ekish qismiga o'tamiz. Ekish uchun bizga kerak bo'ladi go'ng, amafos, suv va maxsus tog'li tayyorlangan yerimiz yoki bog' qator orasi. Demak, mana yamalarimiz tayyor bo'lib, chuqurliklarimiz. Endi go'ngi bilan amafosni holatidan kelib chiqib, turpoq aynan sahldan kelib chiqib keyin qilamiz. Agar haydodan oldin, rixlenadan oldin solgan bo'lsangiz yerga shart emas, go'ngni solib chiqamiz hozir. Go'ng mana chirigan go'ng. Ko'rishingiz mumkin holatini. Turpoqqa aralashtiramiz oz miqdorda, mana ekilish kerak bo'lgan turpoq. Turpoqqa yengil aralashtiramiz buni. Holatda iloji bo'lsa, agar katta bog'larda bo'ladigan bo'lsa, ustiga 2 lapatkadan yoki 3 lapatkadan solib ketish mumkin. Holat tayyor. Endi navbat ko'chatda ildizlarni yengil kesamiz. Bu ko'chat maxsus dorilangan ko'chat, ya'ni bunga alet bilan ishlov berilgan va detsis bilan qurtlarni yo'q qilish uchun sepilgan. Ildizlarni yengil kesib, kuchli kesa olmaymiz ildizlarni va joylashtiramiz. Qo'ydik. E'tibor berasizlar, ulangan joyi tashqarida qoladi. Turpoq holatini ham ko'rsatib ketamiz. Mana 70-60% atrofida namlangan turpoq. Quruq turpoqqa ekib bo'lmaydi.
va buni solamiz. Mana go'ngarlashtirilgan idealniy turpog'imiz. Xo'p, bo'ldik. Endi buni yengil bosamiz oyog'imiz bilan. Yengil, kuchli emas chunki namlik bor. Turpog'i o'zida. Sopchiqdik. Endi buni atrofini chashka holatiga kelib chiqamiz. Maqsad shu suv solganimizda suv chiqib ketmasligi uchun. Mana shu holatda bo'lishi shart. Bu albatta qilinishi kerak bo'lgan ish hisoblanadi, chunki suv chiqib ketmasligi zarur. Ko'rsatamiz endi qaytadan. Ulangan joyi mana taxminan 5 sm gacha ochiq, to'g'ri joylashdi. Endi keyingi ishga o'tamiz. Bunisi 40 sm ga shoxlarni hammasini yengil kesib chiqamiz yuqoriga qarab. Bo'ldi. Bularni bu yil davomida biz yengil egishimiz mumkin yoki boshqa holatda bajarishimiz mumkin. Va bu markaziy lider sut tarbiya qilinadi. Shuning uchun biz buni taxminan bu shoxlarni olamiz hammasini yengil. Va 1,5 metr masofasini olamiz tepadan. Shu yer ro'zdan shoxlar, mana bu shoxlarni yengil egishimiz mumkin bemalol. Buni bu yoqqa egamiz, buni bu yoqqa. Va endi eng asosiy ishni qilamiz, e'tibor berasiz, suv solamiz. 10 litr miqdorda suv bor. Mana ya'ni atrofidagi chashkan nimaga muhimligini ko'ramiz hozir. Katta bog'larda albatta shu narsaga e'tibor beringlar. 10 litr suv to'liq ichkariga tushishi kerak. Sababi ildizdagi havolar to'liq tashqariga chiqib ketishi kerak. Agar havo bo'lsa, hozir xudo xolasa ko'rinadi. Ya'ni chiqib ketish havolar. Ko'rsatamiz. Yoqqa. Mana ildizda havolar bor, ko'rinib turibdi. Mana shu ko'pikchalar ildizdagi havolarni pastda havo borligini bildiradi. Mana shular hammasi havolar ildizdagi. Ko'pik emas bu. Mana shu chiqib ketyapti. Sekin-sekin mana kichkina mana chiqyapti. Ko'ryaptimi videoda? Mana. Ko'rdinglar? Demak, chashka qilinishini asosiy maqsadi nima ekanligi ko'rindi. Mana bakashkada suv qolmadi umuman. 10 litr suv xudo xolasa asta-sekinlik bilan pastga tushadi va bu hozir tushib bo'lgandan keyingi ishni ham tushuntirish qilib berib ketaman. Bu o'sha bog'larda ko'chat ekuvchilarga qo'yilishi kerak bo'lgan asosiy talablar. Ildizini yengil kesamiz. Ulangan joyi qismini 5 sm gacha bo'lsa ochiq qoldiramiz. Chashka holatiga keltiramiz va 10 litr suv solamiz. Bu asosiy mana qilinishi kerak. Mana hozir kuzatamiz, mana yengil havolar mana chiqyapti, ko'pikka o'xshab qoladi. Mana. Ko'ryaptimi? Ha? Mana. Ko'rinyapti mana bu yerda ham mana havo chiqib ketyapti. Suv tushyapti pastga. Mana shuni. Havo chiqib ketyapti mana. Albatta ko'chat ekib bo'lgandan keyin mana. Xuddi shu usulda havo chiqishi e'tibor berasizlar. Bu eng asosiy qo'yiladigan talablardan bittasi mana. Ekdik, 3 kundan keyin taxminan 5 mm yomg'ir yog'ar ekan yoki 10 mm yomg'ir yog'ar ekan, bir hafta yomg'ir yog'ar ekan degan fikrlar, g'oyalarni singdirishi mumkin. Ko'chat ekuvchilar umuman e'tibor bermaylar. Esinglarda bo'lsin, har doim xuddi shu usulda ekilishi kerak. Mana xudo xolasa 80% ga chiqib ketdi, bo'ldi. Mana yerli qillatsak ham bilinadi. Mana havo chiqyapti. Bo'ldi. Demak, ketamiz va taxminan 2 haftadan keyin qaytib kelib atrofini yengil ko'ramiz va agar ko'chat qiyshayib, egilib qolgan bo'lsa, to'g'rilashimiz mumkin. Bu 2 haftaning ichida qilinadigan ish. Ya'ni 2 haftadan keyin deyishimiz sabab, ya'ni orada qiyshayib qolgan bo'lishi mumkin, qiyshayib, bukilib qolgan bo'lsa yoki engashib qolgan bo'lsa, mumkin bemalol egishimiz. Suv tortib ketib bo'lgandan keyin atroflari joyiga ko'rsatamiz. Atroflari yorilishi boshlaydi. Shu qismlarini biz o'zimiz yengil
turpani tort yopib qo'yamiz va 2-3 ta barg chiqarishni boshlagandan keyin suv beramiz. Agar vaqtliga keladigan bo'lsa, kuzatib turamiz. Agar qo'zg'alish boshlanishiga suv berishimiz mumkin yoki namligi, turpoq namligini ko'ramiz har doim. Ko'chatlarni shu usulda xudo xolos ekadigan bo'lsanglar, ko'chatinglar 99% xudo xolos ko'karadi. Ya'ni sababini biz maksimallik qilgan bo'lamiz, to'g'ri sabablarini qolgani Alloh taolodan bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar.